Singiz sizga motivatsiya berganda Sizga 27 yil orqaga qaytamiz va hamda eslaymiz. Bu qizaloqqa eslaganlar bormi? Tilsimoli g'aroyib qizaloqmidi? Keyin Zanjir filmida o'ynagan hamda yana qanaqa bor? Xavfli burilish, to'g'rimi? Mana endi ko'pchiligi qiziq. Nima ish qilyapsiz? Advokat. Advokat? salomlashmasanmi oldi? Assalomu alaykum. Da. Xo'p, qayerda advokatsiz? O'zingizni частный firmangiz bormi? O'zim частный firmam bor. Isroil Qochima. Aha. Advokatlik byurosi. Уже 9 yildan beri advokat bo'lib ishlayman. Siz o'sha paytda kinoda tushganingizda sizni hobbingiz bo'lganmi yoki nima bo'lgan? O'zimni ham hamisha ichimdagi Femida bo'lganman-da. Ha, nimaga o'sha yo'ldan Adolat timsoli. Yo'q, xo'p, nimaga o'sha yo'ldan ketmadingiz? Ya'ni San'atda. san'atman. Yo'q, endi san'atda endi singlim yo'ligi sababli menga ham joy yo'qdek ko'rilgan. Shunaqa sabab bo'ldi singizdan. Singiz sizga motivatsiya berganda Sizga albatta.